Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugungi syomkamizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Fayzavod shaharchasidan boshladik. Bugungi kunimiz 26-sentyabr, haftaning juma kuni. Barchamizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Biz syomkamizni boshladik. Ana xudo xolasa mana shu yerda bitta yaxshi bu semental-a? Semental. Javobga sementalmi axir? Javobga semental. Onasi egizcha. Onasi egizcha semental. Chiroyli narsa. Endi baqamda aylantirgan Nuriddin, mana o'zi aylanyapti. Onasini ham 3 vazn endi 500 plus minus shunaqa. Sotiladi. Ya bo'l dupillatkizmagan mana endi chiroyli turibdi. Onasini ham ko'rsatamiz hozir. Prosta buni bor-ku. Kallasi qisilib bo'lgan. Onaga totgan, lekin otasi chiroyli, yaxshi semental. Bu ham yaxshi narsa. Novvos, buqacha. Zotga oladiganlarga ham bo'laveradi. 1,5 yo'q. 1,5 yashar, hali kurashchi chiqargan yo'q. O'rmada chiroyli narsa. Buni onasini ko'rsatib turib, videoda sekin kuzatib borib, bittadan like bosib, kommentariyaga chiroyli fikrlar bildirib, obuna bo'lsalaring, onasini ko'rsatamiz. Hurmatli birodarlar, onasi mana shu ekan. Bu to'g'risiga buncha gibridroq. Nuriddin? Kozimdan fermerdan olganman. Fermadan olingan ekan. Mashina bolasi ekan. Ikkinchi bolasi egizak tuqqan videosi bor. Egizak tuqqanmi bu? Egizak tug'di Hasan Husan. Bu birinchi bolasi. Bu birinchi bolasi. Bu ikkinchisiga egizak tug'di. O'zi Fatmaxon. Egizak olgan ekan. Birinchi bolasi novvos, ikkinchi bolasi egizak. Hasan Husan. Nech litr sut beryapti? To'g'risini ayt. 25 litr berdi. 25 litr sut berayotgan molni bolasi ekan. Ha bu ham endi cho'tki narsa, faqat qarov o'tdacha. Keyin o naraqda bitta bo'zocha ham sotiladimi? Shu Hasan bo'ldi. Mashina bolasi endi xullas kalom. Mana shu birodarlar ikkinchi bolasi ekan. Bu egizak tuqqan tenda bu, ha? Bu qaysi biri sotiladi? Buni sotiladi. Ikkovi egizakmi? Yo'q. Bu boshqa narigini bolasi, opigini. Ha, novvoscha sotiladi o'zi. Shularni sotilib ketgan. Husan sotilib ketgan. Videosi bor. Tug'ilgan zahotiyoq olingan. Bu novvoscha ham normalga novvoscha. Bular videoga tushdi, yaxshi ko'radi shekilli. Mana shu novvoscha sotilar ekan. Xonajini sotilmaydimi xonaji? Xonajin olingan. Qancha oluvdik? Ha, xullas kalom. Novvoscha sotiladi, xonajin sotilmas ekan. Yaxshi xaridor bo'lsa sotib olishing ham bo'laveradi. Buni qancha deyapsiz endi? Sal evida 20 million xayri bor deb. Ha, 15 million ham dovor. Ha, 15 million ham dovor. Moling yonga qaramayapti cho'ta. Baqa haydadi, ne sen ham. Ha, shu novvoscha. Yaxshi, bu egizak bu. Hasanbo'y, Husanbo'yni pullab olgan ekan. Qiziqqanlar bo'lsa bittadan like bosib, kommentariyaga o'z fikrlarini yozib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qolsizlar. Bir qo'llab-quvvatlab o'zlarining fikrlarini bildirasizlar. Endi 20 million deyapti, 20 million bas. Sal Xayri bor. Xayri bor. Unchalik mening molim semental eganda osmonga chiqib bormaydi. Mana shuni sotilar ekan. Onasini ko'rsatdim. Endi katta novvosni ko'rsatamiz hozir. Katta novvos qancha deysan endi? Birodarlar, yana katta novvosga qaytdik. Mana novvos, normal kanal. Qancha deyapsiz endi buni? 40 million deyapmiz. 35-30larga berib yuborasiz. Kelgan xaridorlarga yaxshi gapirib sotib olaver.
Yaxshi mol, zotga bo'laveradi. Yaxshi. Mana mollar hamma yog'i chiroyli, nihoyatda onasini ko'rlaring, ukasini ham ko'rlaring. Prosta buni kallasi qizil bo'lib qo'ygan. Bu endi bayta 40 million deb o'ryapti, u 40 million bas, u aytgan baho aytaveradi. Sal yo'lida qilib chiroyli qilib beradi, lekin kevoli 25, 15 deb unchalik pastga urib olmasalaring yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa bugungi syomkamiz yakunlandi. Qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyada o'zlaring fikrlarini bildirib qo'yasizlar. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin.